Hoji aka, bundan kattasini sizga topa olmadim. Xonadon bo'lsa shunaqa bo'lsin. Xonadonning ko'rkamligiga bitta baho berib, yurakchani qizartirib ketasizlar. Hammaga shunaqa uylar nasib qilgan deganlar bitta niyat qo'yasizlar. Ko'ryapsiz, xonadon juda ham chiroyli holatda, fontanli zonalar bor. Zeleniy zonalarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. 8 o'tirli katta xonadonda oilam bilan mazza qilib yashayman deganlarga juda ham optimal variant. Kelgan manzilni tushuntiradigan bo'lsa, Nazarbek postidan 2 kilometr oraliq masofaga kirganimizda yon tarafda masjid, maktab, bog'chalardan muammo yo'q joyga kelganmiz. Xonadonni fasadiga e'tibor beradigan bo'lsanglar 20 metr bo'ladi, ichkariga 40 metr bo'ladi. Bitta bu xonadonda kattagina bitta to'yingiz o'tkazib borsangiz imkoniyatingiz bor. Xonadonni ichkarisiga kiradigan bo'lsa, yo'lak qismidan kirib borar ekanmiz. Asosiy binoga yo'lak qismidan va hovli tarafdan ham kirish imkoniyatiga. Xonadonning asosiy binosiga kirsangiz, sizlarni kattagina shinam do'stlar bilan o'tirib bemalol suhbat qiladigan hovli ko'rishingiz mumkin. Uning yonida bitta ota-onalar yotoqxonasi, o'zini sanuzuli bilan birga yana bitta kattagina zal bor. Mebel, texnika, lustralarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Egalari bilan gaplashgan holatda qoldirishingiz ham mumkin yoki olib chiqib ketishadi, shuni suhbatlashib olasiz. Endi xonadonimiz paltara holatda joylashgan, ikkinchi qavat hisobiga chiqadigan bo'lsa, bitta o'g'il bolalar yotoqxonasi, bitta qiz bolalar yotoqxonasi o'zini sanuzillar bilan birga. Xonadonimiz shu holatda bo'ldi, 8 sotiq bo'ldi, juda ham chiroyli holatda. Xonalarni ko'rdingiz, 7 ta xona, 6 ta sanuzil, juda ham. Bu xonadonga kirsangiz adashib qoladigan darajada kattaligini ko'rib turibsiz. Narxi keladigan bo'lsa, egalar tarafdan 260 ming dollar baholashyapti. Kelishib, talashib, tortishib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.